Elyor aka, bugun shved bazmi qilamizmi deganlar uchun, kutib turganlar uchun shved bazmi bo'ladi. Bo'lib ham dehqonnikidan bo'ladi. Biz har doim aytaman, dehqon, foydalanuvchini foydalanuvchi deyman. Ota-onasiga rahmat deyish, laykni bosish, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum shved ishqibozlari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolik Andijonda marhamatini Bobo Xo'rason mahallasiga yetib kelganmiz. 2025-yil 2-noyabr hafta kuniga yakshanba dam olish kuni. Shunaqa dam olish kuninglar maza qilib o'tsin, maroqli o'tsin. Hammamizni umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga Allohdan baraka so'rab, obzorni qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Egasi Rossiyada, Rossiya nomeri qo'yiladi. Keyin o'zini jiyani bor. Agar kam ko'sini mana shu O'zbekistonda telefon qilaman desangiz, jiyani bilan gaplashaverasiz. Biz Izzatullo akamni hamma taniydi. Izzatullo akamga iltimos qilganligi uchun, Izzatullo akam tanishi bo'lgani uchun Izzatullo akam yordam beradi menga. Yetalashga, yurishga, bo'ylarini hamma yo'qini. Endi qani ketdik, kuttirmanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Izzatullo aka, sog'lar yaxshimi? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Xudoga shukr, o'zingizda. Tuzingmisiz? Rahmat, obunachilarimizga ham hammaga assalomu alaykum. Barchani uyi mana shunaqa mollarga to'laversin. Havasiga bitta like bosib qo'yadi. Shvedcha akamiz, shvedcha akamiz. O'zim bunday qilib aytganda qadrdon akam iltimos qiluvdi, ukam men Rossiyadaman, siz borib bittasini qo'yib bering deganiga keldi. Mana xudo xolasa mollarini chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Bu aka biror marta internetga mol chiqarmagan. O'zi ham chiqqan yo'q mana Rossiyada. Bizda har doim aytiladi mana. Nomerlari bor, birinchi nomerni ko'rsatib qo'yaylikmi? Mana shu nomeriga Rossiya nomer, WhatsApp, Imo, Telegram ishlayapti. Mana unisi O'zbekiston jiyanining nomeri. Mashinaga ham aloqaga chiqaverasizlar. Albatta, kelib ko'rmoqchi bo'lsanglar. Bu yoqda haligi ko'rib nima qilganga puli yo'q. Albatta. Metr solamizmi? Metr boshlab Bir boshdan kurashlarini yetalab aytilgan baho hech qachon muhim emas. Dehqonlar qimmat aytadi, arzon sotadi. Shu tarafini ham esdan chiqarmaymiz. Lekin hali molni tugash fildi boshlanishi deb tursa, mashalloh deb esdan chiqmasin. Aka, mana 3-qoringa 9 oyga kirgan, 8 oy to'lib 9 oyga kirgan bo'g'oz. 3-qoringa. Ochishlarni ham ko'rsatamiz. Bo'ylarini aka mana ko'rsatib beramiz. Ayolning qayerdan bu yoq aka. 150 bormikin Izzatullo? 49, 150 desa ham bo'laveradi aka. 1 santimetr plus minusi bor aka. Albatta. 149 chiqdi. Ana 149 birinchi molimiz shu deb hisoblaysizlar. Endi ikkinchisi u yoqdan ham bu yoqdan ham o'rtada bo'lib qolyapti to'qonlar ekan. Bismillahirrohmanirrohim, qiynamadimikin? Voy jonivor, kattaligini qarang. Orqalarini ko'rish. Aka tishlari 8 kilo mana lapatka aka. Bo'ldi. Hali bosishdi, yalashga hali kelgan ham yo'q, o'ylagan ham yo'q bu mol. To'g'risini aytganda. Butun hayot kelajagiga oldinda bulardi aka. Endi ikkinchi to'qol yirmanimizga keldik. Aka bunisi ikkinchisiga bo'g'oz, bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz aka. Bu ham haligi o'zimizni qo'lda qochgan, Asha akamning qo'lida qochgan. Yana bayram g'oyasiga yetib endi sotilyapti aka. Mana bo'lmasa. Ochishini ham ko'rsatamiz buni aka. Dehqonlar uchun mingta emas 2000 ta like bosib beraylik. Akalar nima deyapti? Shved kayfi boshqa? Aka pasti bir xil ekan. 147-48 chiqyapti bunisi. Bo'ldi, gap yo'q. 47-48. Moni qarang. O'ta gigant mollar. Men telefonda har doim aytaman, katta qilib ko'rsatmayman, boricha ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Aka 8-chi bo'z etishda mana. 6 ta ekan aka. 6 kurak. 6 kurak ekan. 6 kurak, 8-si enasini qonnidagi tishi bilan. Shu tashiydi keyin chiqadi. Endi aka ikkalasini ham haligi yuvvoshligidan, sog'dirishidan muammosi yo'q. To'la yeliniga, bachadoni tiqishiga, yemoq ichmog'iga bir hafta garantiyasi bor. Любой joyda sinab olinaveradi molni. Yashirib bermaslikka javob bermaymiz. Qolgan ichki kasalliklari bo'lsa bizni bo'ynimizda aka. Ana. Chunki bitta Izzatullo akam emas. Boshqalar ham shu yashil kasallikka hech kim javob bermaydi. Bu havodan yuqadi. Lekin oyoqlarini qarang. Mana endi bunday qilib aytganda bo'yidan bunday qilib solishtirib qo'ysam aka. Masalloq deb qo'yasizlar. Xudo xolasa. Lakda ham yeysilar aka. Gap yo'q. Endi 3-chi aka 9 oy to'lib, shu haligi 9 oy to'libmi? 8 oy to'lib 9 oydan 15 kun kirgan shu. 9 oy 15 kun bo'lgan. Haligi to'ldirgan yo'q, endi 9 oyga kirgan. Ana bu masala. Xudo xolasa bir oyga bormay tug'adi bu ham. Mashalloh. Bizning hisobimizda Xudo xolasa. Metrni olib bunisini ham o'lchaymiz. Bolasi qo'ygan. Bu yana bo'laydi. Yana bo'laydi. Bolani aytaman, endi iloji yo'q. Yana bo'laydi. 3 bosh. 3 bosh. Mana bolasi. Kulvarasizlar bitta narsa aytsangiz. Endi borini aytaman, iloji yo'q. Mana bolasi buqa. Xudo xolasa 4 oylik atrofidagi buqa.
Uch yosh qilib sotyotgandik, shu Elyor akam o'ziga bu bolasini o'zini sotdik. Olib qo'ydi deydi. Elyor akam o'zi olib qo'ydi, beringlar deb olib qo'ydi. Enasini endi o'zi qoldi. 20 litr sut, Aha. 15 taga sinab olishaveradi. Kim uyga borsa 15 taga sinab olaveradi. Keyin oxiriga ham bog'liq, Izzatilla aka. Birinchi o'rin biz hali 18 ta 20 taga qadar sut beryapti. Aha. Menga aytilayotganini men ham omonat gapda aytyapman, 15 taga sinab olinaveradi. To'ra tutagidan, yemoq ichmog'idan nimasi muammosi bo'lsa bizdan aka. Ana bo'lmasa. Buni ham, lekin to'g'risi Izzatilla akamga bu ham omonat. Ha, aldab anaqa qiladigan odam bo'lsa kelmayman. O'zimni qadrdon akam deb bo'lib qo'ygan. Anchadan beri birga anaqa qilamiz. 140 dan oshiroq ekan aka. Bo'ldi, 140 qolaversin. 140 qolaversin aka. Bitta kurashishni ham buni ham ko'rsataman. Shoxini uchida qorasi bor, ko'p beradi. Mana gap sifati bilan ko'ryapsiz 15 taga qayerga bo'lsa olaveringlar dedi. Aka mana 8-sini hali mana to'ldirmadi. Chiqaribdi-yu, hali to'ldirmabdi. 3-bolasi qonidagi 4-bolasi yoki qonidagi 3-chi bo'lishi ham mumkin aka. To'ppa-to'g'ri. Bolachasi mana. Hozirgacha yemadi. 2 oyga tekshirib olishadi. Javobgarligi. Tekshirib oladi. O'zi qilinadi, bo'g'oz bo'lsa ketadi, qisir bo'lsa qoladi aka. Bo'g'ozga savdo qilamiz xullas. Xohlasanglar Izzatilla akamizni doktor tanishi bor. Video qilib bitta Izzatilla aka desangiz, shuni tashab beraveradi. Bo'ldi aka. To'ra yo'lindan muammosi bo'lsa aka, mol bizniki. Ha? Ya yuvoshlik taraflari mana, ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa unaqa narsa emas. Tushadigan aka. Hali nimasi yo'q. Izzatilla aka, narigi novvoscha ham qiziqqaniga sotiladi endi. Bu endi haligi ishqibozi bo'ladi-yu. Menga o'xshagan. Menga o'xshaganlar bo'lsa bitta ko'rsatib qo'ying oyoqlarini aka. Ha ha. Haligi bitta korobkasini ko'rib mashhurroq qiladigan odamlar. Mana, mashi baquvvatligini mana qiziqqaniga sotiladi mana shu buqa ham. Endi bunisini men olib qo'ydim. To'g'risini aytsam, bu ham qiziqqaniga sotiladi. Ko'rib qo'yinglar. Qasindan boshlaymiz Izzatilla aka. Buni o'zinglar narxi aytilmaydigan qiziqqaniga sotiladi deyapti. O'zinglar, lekin ikkovi ham bir-biridan qolishmaydigan go'zal. Orqa oyoqlari iskontu ham maza qiladi inshaalloh. Izzatilla aka qaysidan boshlaydi aka? Mashindan yetalab ko'rsatib, buni pulini aytmayapmiz aka. Yetalaylikmi? Yetalab ko'rsatib beraylik hammasini aka. Bir yo'la pulini aytib ketamiz. Izzatilla aka kuchingiz yetamikan, ha? Bir narsa qilamiz o'zi. Izzatilla akani bilasizlar, kichkina mol baxmaydi. To'g'risi o'zini uyda ham chiqarib turamiz-da. Qaranglar, molni haqiqiy gulini oladi. Izzatilla aka 15 ta sutga. 15 ta sutga sinab olishga 15 tadan oshib beradi o'zi. 15 ta deyapman. Mollar kelgan, tashqariga chiqmagan. Shunisini ham aytib ketaylik, xuddi shu navesda turgan. Shu navesda turganligi uchun necha iyoq qiladi. Qo'vridan tushish qiyin-da. Qizib turadi, yuragida o'ti bor. To'ro apparat ishlashiga, bo'g'ozligiga, yemog'iga, ichmog'iga hamma yo'g'iga javob beradi. Ko'ringlar. 2 oyga tekshirib olaversin, Izzatilla aka. Tekshirib, o'zi qilib turib jo'nattirib olaraman, uzoqdan oladiganlar bo'lsa. Ali vohadan bo'lsa, bemalol dastavkasini kelishamiz. Mashinalar bor. Ana bo'lmasa. U yerdan xavotir olmang. U vohali bo'lsangiz, vodiylik bo'lsangiz, Izzatilla aka boradigan joygacha, O'zbekiston joyigacha olib bortirib beramiz, xudo. Xudo xolasa. Lekin kelishilgan holda boshida aytib qo'yaylik. Ha. Dastavkalar faqat kelishilgan holda. Ichida emas, savdoning ichida emas. Izzatilla aka, Xudo xolasa novvos chiqsin. O'ndaqa men olgandaqa bo'lsin. Buqasi ham zo'r, yaxshi buqaga qochirgan. Mana bir devor qo'shinining uyida novvosi bor, shved novvosi bor, shundan qochgan. Bitta narx ayting. Aka 45 million xayriga o'tib beramiz. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasiz. 45 million kam bor. Agar bitta aylantirib ko'rsatib qo'ying. Molni prosta kuchi yetamikin demoqchiman. Mol katta. Shuning uchun bitta joyda bu chiqib yursa tek turadi. Chiqmaganligi uchun 5-10 minut shunaqa qiladi. Tish bosmagan, yalamagan. Ko'rgan o'zi biladi mol. Ha, to'ppa-to'g'ri. Buni maqtashni kerak yo'q. O'zini o'zi maqtaydigan mol. Xudo xolasa. 45 million kami bor, kami sizlarda xayriga o'tib beradi. Mashalloh deb qo'yinglar. Buni qarang. Voy go'zalligini. Izzatilla aka. Endi ikkinchisiga Molafen to'qolar. Yo'qsa mana shu yerda shritlarni qaysi birini tanlab olvoyjon. Buni gap tutaydi ham qarang. Maza qilib sog'adi. Qilib sog'adi. Apparatda ham chapmasda buni apparat ulaydi-yu. Keyin qo'limda savol edadigan mollar aka. Qarang, mashalloh, go'zalligini qarang, xudo xolasa. Ashunga aytyapman-da, orqalarni qarang. Qo'limizdan kelgancha. Qo'ldan kelgancha endi. Ali xatolar bo'lsa, u yoqqa yugursa, bu yoqqa yugursa xafa bo'lish yo'q. Biz qo'limizdan kelganicha. Bu mollar kichkina mollar emas. Inshaalloh, mana buni qarang, mana buni. Tepasida suvaylari ham ko'rinmayapti-yu. Zo'riga yarashadi deydi.
Xudo xolasa kamida sizlarning uylarda 200 ta 300 ta bo'lsin. Fermerlar to'lib ketsin. Chorvalarga shuncha Alloh baraka bersin deb har doim aytaman. Inshaalloh niyatni yaxshi qilish kerak. Hamma narsa niyatga qarab bo'ladi. Niyat. To'g'ri. Niyatni yaxshi qiling, siz bilan meni uyimda ham bir kun bo'ladi. Chunki havas qilganmiz-da siz bilan men. Xudo beryapti. Voy jonivor, buni egasi nima sotyapti bilmadim. Biz ham o'rtada xolisona odammiz. Izzatullo akam ikkovimiz. Men videoga olib pulimni anaqa qilaman. Izzatullo akam akasi uchun yordam beryapti. Eng yaqin aka. Izzatullo aka bu ikkinchi qoniga kuragi 6 ta 8-sini hali chiqarmagan. Bo'zaytishda kimligi bor, oyoqlarida nuqsoncha ayb yo'q, istikon tuyoqlaridan. Turishini qarang, bular bilan gaplashadigan-da. Izzatullo aka nechta sut bergan birinchisida? Aka 20 taga kamida olaveradi, xudo xohlasa. 20 taga? 20 tadan kam sut bersa uyatda aka. To'ppa to'g'ri. Mol boqishda ham kerak yo'q deydi. Orqa lekin Izzatullo aka bersa xudo xolasa oxiri zo'r bo'lsa 25 ta 30 ta qadar beradigan mollar bular aka. Albatta, albatta. Buni nima qilamiz narxini? Narxi aka 70 million so'm xayriga o'tamiz aynan aka. 70 million xayriga o'tiladi. Bu Izzatullo aka ham birov aytgan narxni aytayapti. O'z ichidan to'qvoga munchadan qo'yinglar Izzatullo degan uchun aytilyapti. Molda oyoqlari hamma yo'g'i Joyida deyin. Haqiqiy to'rson. Xudo xolasa ayt topolmaydi moldan aka. Inshaalloh, xudo xolasa. Aytilgan baho muhim emas. Siz ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasiz. Dastlabkasini kelishib olasizlar. Hali o'tgan safar o'zim uyimda qo'yganlarni ham aka yana kelib turib mollarni ko'rib turib kattalarini sotdim. Yana nimasini sotdim. Kelib ko'ringlar, haqiqatan uka o'tgan safar ham to'g'ri aytgan ekansiz videoda. Molni oldidan kelib olish kerak ekan. Videoda kichkina ko'rinib turibdi. Izzatullo aka men borida ko'rsataman-da, hali ertadan keyin ko'pchilik katta qilib pastdan oladi-da. Haligi katta narsa kichkina bo'lib ko'rinyapti, kichkina narsa katta bo'lib ko'rinib qolyapti. Oldidan kelib savdo qilib olinglar, men maslahatim. Mana kelinglar, eshigi ochiq. Ko'rganga pul yo'q, xafa bo'lmaydi. Jiyanlarim mana shu yerda. Mollar kichkina mollar emas. Kirib ko'ramiz-a? Izzatullo aka mana hamma narxlari aytildi, hamma yo'g'i. O'zi qarang. 9 oyga qarab ketyapti Izzatullo aka 8 oy. 9 oyga kirgan 15 kun o'tgan 9 oyda. 9 oydan ham 15 kun o'tibdi, qarang. Endi kun sanayapti-da, soat sanayapti, kun sanayapti. Lekin hali bormay turadi. Endi bular aksariyat bir oy o'tkazib turadi bular aka. To'g'ri. Chunki bundan tushgan molam bilmayman, kamida 15 million tushadi-da. Orqasidan xunajin tutsin, xunajin tushib bo'lsa ham nima bo'ladi? Voy jonivor, havas ishqibozlariga. Buni ham kichkina ovozlardan qochmagan. Bular